وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. O'lim mastligi haqqi rost yetib keldi. Mana bu sen qochib yurgan narsa edi degan Alloh taolo. O'lim mastligi haqqi rost yetib keldi. Bir kuni har bir kishiga yetib keladi. O'limni masligi bor. Sakaratul maut deyiladi bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot topishlaridan oldin mana shunday og'rib yotganlarida oldilarida bir suv bo'lgan idishda suvga qo'llarini kirgizib, peshonalariga qo'yib, la ilaha illalloh, o'limni masligi bor ekan, o'limni masligi bor deganlar. Mana shunday o'lim masligi yetib keladi bir kuni. Mana bu narsa zalika ma kunta minhu tahid, sen qochib yurganding mana bunda. Doim odam qochib yuradi, o'lib qolmaydi, to'g'rimi? Mana shu qochib yurgan narsa bir kuni keladi.